Jamiyatning gultoji bo'lgan oila tinch, totuv va osuda ekan, shubhasiz bu mamlakatda taraqqiyot, osoyishtalik hamisha hukmron bo'laveradi. Ana shunday farovon va barqaror oilalarning hayotiy tajribalarini ommalashtirish, jamiyatda oila institutini mustahkamlash, azaliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish maqsadida davlatimiz rahbari tomonidan ibratli oila ko'krak nishoni ta'sis etilgan bo'lib, 2023-yil Vazirlar Mahkamasining tegishli qaroriga asosan mazkur davlat mukofotini berish tartibi belgilangan. Joriy yilda ham mahalla, tuman, viloyat miqyosida ishchi guruhlar tuzilib, o'zlarining boy oilaviy hayot tajribalarini ommalashtirishga munosib hissa qo'shgan juftliklar saralab olindi. 15-may Xalqaro oila kuni munosabati bilan Olmaliq shahar hokimligida mazkur mukofotga munosib ko'rilganlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Tantanali tadbirda shahar hokimi Qobil Hamdamov ibratli oilalarni qutlar ekan, Olmaliqda 150 mingdan ziyod aholi istiqomat qilsa, ularning 41 mingdan ortig'ini oilalar tashkil etishi haqida ma'lumot berib, ular orasida mukofotga munosib ko'rilgan juftliklar muqaddas oila o'chog'ini asrab avaylagani, hayot yo'li, farzandlar tarbiyasida ibrat maktabi vazifasini o'tayotganligini mamnuniyat bilan tilga oldi. Ushbu mukofotga oilada va jamoat joylarida kutubxonalar tashkil etgan, ilmiy darajaga ega, shuningdek oila a'zolari ham ziyoli bo'lgan, ota-onasi qarmog'idan mahrum bo'lgan bolalarni farzandlikka, vasiylikka yoki homiylikka olgan, oilaviy sport bilan shug'ullanib, respublika va xalqaro darajadagi yutuqlarga erishgan hamda tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yib, iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shayotgan oilalar, jumladan shahrimizning Yangi Hayot mahallasidan Bektemirovlar, Bo'ston mahallasidan Abdug'aniyev va Ortiqovlar, Cho'lpon mahallasidan Oqbo'tayevlar, Olmaliqovul mahallasidan Joniqulovlar, Ko'rpasoy mahallasidan Tojiyevlar va Kamalak mahallasidan Dadayevlar oilasi munosib ko'rilib, barchasiga yuksak davlat mukofoti, ibratli oila ko'krak nishonlari topshirildi.